Hamma lip motorlarni avtoparkovkasi bor deb aytadi, lekin qanaqa ishlashini bilasizlarmi? Hozir biz Shomax akam bilan birga xuddi shuni tekshirib ko'ramiz. Qani to'g'ri ishlaydimi yoki yo'qmi? Hop, bu yoqdan prilojeniyega kirar ekanmiz mana. Dasturga kiramiz. Avtoparkovka. Mana bu chiqib keldi, o'zi mana boshladik. 泊车进行中， Mana 请 bu 注意 tujib 周围安 topdi. 全。 Rul o'zi burilib ketyapti. Voy, mana qaranglar. Mana parkovkani mana bu yerga o'zi topdi. Mana qaranglar. Mana o'zi sekin parkovkaga joylashtiryapti, qaranglar. Mana parkovkaga otib. Точно joyiga aniq qilib santimetrlargacha to'g'rilab 泊车 beryapti. 已完成。 Mana bu yerda qanaqa joylashganini ko'rsangiz bo'ladi. Sraz yana o'zini joyiga olib kirib qo'yapti. Parkovkani joylashtirib berishini qaranglar, buni idealniy chiqishini. Mana har bitta palasaga santimetrgacha to'g'ri qilib joylashtirib beryapti. Orqadan odam chiqib qolsa to'xtaydimi? To'xtaydi. Davayte bitta shuni qilib ko'ramiz. Men orqaga tushib, tashqaridan olaman videoga, Bo'ladi. to'xtashini bitta ko'rsatib beramiz. Bo'ladi. Mana yana bitta chiqib ko'ramiz, qani. Voy ana. O'zim ham cho'chib ketdim. Mana shuncha distansiyada